Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yo o'lay, yo o'lay. Artist, ana artist. Petrushkami kim edi? Rayhonman. Rayhon, sizni rosa yaxshi ko'ramiz, oilaviy muxlisingizmiz. Birga uchamiz ekanda? Ha, shunaqa. O'tda ko'rishamiz, o'ting biz tomonga ya. Rayhon, men sevaman. O'chini eri bor. Qani? Ha? Mana. Asalcha. Rostomizku. Asta sezdirdim. Yana bitta qara, Bitta qara. O'zi. Sen nima qilyapsan? Hammang kelma endi, hammang kelma. Onasini ham sen. Rasmga tushaylik, selfie qilamiz. Sovqatmayapsizmi? Men sevaman, o'ylaygar sevaman bor. Chiri. Yeri bor, mol. Yo ichma napitkasini nima ichyapsan? Kechirash. Shalom. Aka, nima qilyapsiz? Ramashkamidi kim edingiz? Rayhonman. Rayhon, bitta savolimiz bor edi, agar malol kelmasa. Rosa qiziqamiz. Ani qizil ko'ylagim meniki emas degansiz. O'sha ko'ylak kimniki? Innamniki. Inangiznikimi? Enasinikiku. Men aytdim, katta u ko'ylakda. Amma rasmi tusham qani ko'ranichi kim ekan? Rayhon-ku, menga yoqmaydi. Gruppadagilar, men O'zbekiston havo yo'llarida biznesda Rayhon bilan uchaman. Ovqatlarni qaranglar, ovqatlari вообще zo'r ekan, вкусно. Rayhon jo'ra bitta bularga qalaysizlar devor. Aka, to'g'risi jonimga tegdi. Tinch qo'yinglar mana. Kibir ekan-ku bu. Hurmatli yo'lovchilar, o'z joyingizga o'tirib olinglar. Bo'pti, kabach kim edi isming? Rayhonman. Rayhon. Vino ichasanmi yo'qmi? Yo'q. İçmeseyim bizga olib ber, bizni limit tugadi, orqada ichamiz. Davay. Men sevaman. Sevma shuni, nimasini sevasan? Nimasini sevasan? Vino beryapti bo'ldi. Men Rayhonning ko'zini sevaman. Ko'zingizni sevaman, ko'zingizni qising siz. Mana qo'ying. Turgan butganni sevaverasiz ekanda siz. Voy sukar desang ham sevyapsan. Yo'q, kerak emas, endi hech kim kerak emas. Karva kerakmi? Qancha? Ko'ngildan chiqarib beraverasiz. 10 ming beraman. 10 ming kami? Ko'nglimdan chiqarish shu-da, ko'nglimdan chiqarib deysan? Ko'ngildan chiqarib sal dadilroq beradi-da odam. Ko'nglimdan shu chiqdi. Shu chiqdi ko'nglimdan. Aka, siz aka pul bermaysizmi? Qancha? Qimmatingiz beravering. Nima? Qimmatingiz shumi? Qimmatim shu-da. Qimmat qilib bering deyapsan. Qimmat qilib 2 ming beryapman nima? Qimmatingiz past ekanda. Zo'r ekan, qimmatim past ekan. Voy, bilmay yurgan ekanman, qimmatim past. Mana uka tayyor qilib qo'ydim, ko'rib oling. Qancha bo'ldi? Ha, endi uka el qatori beravering. Elni qatori qayerdan bilaman men? Ha, el qancha beryapti sizga? Men qayerdan bilaman? Aniq narx ayting. Voy, el qatori beravering. Yo, el qatori degan pul birligi yo'q-ku, opa. Nima qilyapsizlar? Aka, mashinangiz sujasini almashtirib qo'ydik. Mashinangiz cho'tki. Qancha bo'ldi? Ot bilan tuya bo'larmidi? Beraverasiz-da. Iltimos ukajon. Izdivojcha qilma, xo'p? Точно narx ayt. Men otniki bilan tuyanikini qayerdan bilaman? Qayerdan bilaman men? Tavrabdan uyomoqchi edim. Bo'ldi aka. Sizlar ham mana ko'ngildan chiqarib berasizlar demaysizlarmi ish qilib? Yo'q aka, bizda aniq. Boshlang'ich 25-30% to'laysiz, qolganini taqsim to'lov tizimi orqali 10 yilgacha bo'lib to'lashga olsangiz bo'ladi. Undan tashqari hozir bizda xarid munosabati bilan aksiya ketyapti. Agar bizdan xonadon xarid qilsangiz, dazmoldan tortib xolodilnikgacha yutib olsangiz bo'ladi. Remontini ham qilib berasizlar-a o'zingizlar? Ha, tayyor kirib yashaysiz bo'ldi. Zo'r-ku. Sizlar zo'rsizlar, bilasizlarmi? Mana aka. Rahmat. Qancha beray? Faqat iltimos. Ko'ngildan chiqarib bering, qimmatingiz, el qatori bering, otniki bilan tuyanikiday bering demaga. Qancha beray? Точно ayt. Insof bilan bering. Yo, men tushunmayman. Bu qanaqa pul bo'ladi u insof bilan berish? Noinsof bilan berganmi kimdir? Rozi bo'lib bering. Yo, rozi, men norozi bo'lib beramanmi? To'g'risi pul aytsang men beraman-ku. Uka nima men hisoblayapsizlar? Chapillamasdan ye. Keling, sizga joy yo'qmi? Yo'q ekan. Boring, o'shanda ovqatlaning. Shunday qiling. Men ovqatlar hammasini suzib ketdim-da. Qozonda ovqat qolmadimi? Ha, ber, bir ikkita go'sht ber, onasini ham sen. Ha, suyakligini ber.
Piyoz ham qo'shib ber, piyoz bilan yeysiz mazza qilib. Yoqimli ishtaha yanga. Boring, osh bo'lsin, chop qiling kelin. Kelin, tarvuzni ham kesib keling. Xo'p. Kelin. Tarvuzga tegmasdan turing, telefon bo'lib qoldi. Hozir. Ha, Rahimboy. Qachon? Kelin, shuni oshxonaga kirib turing. Shuni gaplashib olay telefonda. Bitta tarvuz ber kelinga. Boring, ermak qilib turasiz, boring. Tishlangan-ku bu. Kelin. Ha, kelin. İşiniz yo'qmi? Hamma ishlarim qildim. Boring, endi ishlarni yuving, biz oilaviy shunday gaplashib olayotgan hisob kitobimiz bor edi. Yuvib bo'ldim. Chaying bo'lmasam kelin. Mayli. Yanga, mana shuni musorga tashlab yuboring. Voy, o'lay. Ha, qizim, tinchlikmi? Dada, pavi parashogimiz tugagandi. Ya. Yerimni dog' kiyimlari ko'payib ketgan. Bavi zo'r parashokda hamma dog'larni ketkazadi-da. Bo'ldi, o'lsin shu bavi. O'n tov beraman. Tinchlikmi? Ering urdimi? Nimaga yig'layapsan? Yancha siz chiqib turing, dadam bilan seriozno gaplashib olaylik. Ennalaringni eshag'imanmi? Kirib tur, chiqib tur, borib tur. Men ham shu oilani a'zosiman. Men ham tirik jonman, odamman. Sizlar bilan bir dasturxonda o'tirib ovqat yeyishga haqqim yo'qmi? Eshakni o'zi halol, go'shti harom ekanda, ha? Toshlaring. Hey, kalangni ola. Chugurmaga o'xshaydi. Kelin, hamma gaplarish to'g'ri. Haqiqatan shu haqda hech o'ylamagan ekanmiz. Siz oshxonaga kirib turing bo'lmasam, biz hozir shu haqda gaplashamiz bo'lmasam, ha? Ko'tarra shunaqasi. Dastavka hisob keladi. Siz? Ne? Kim ekan u? Zapa. Uyalmaysanmi? Otang tengi odamlar bitta kvartirada, ha? Qosh ko'zi qop-qora, sochi jamalak qiz, kelajakka yo'q tungi kapalak esiz. Einstein. O'sha. Uyalmaysizlarmi? Qizingiz tengi odamlar bitta kvartirada, ha? Puli go'shtingmi? Puli go'sht. Tinchlikmi? Qo'shmachi. Rozopa. Siz uyushtirdingizmi bu uchrashuvni, ha? Siz boylarga qizlarni topib berasiz-da. Topgan hunaringga sani. Pulchoskani qara, sherkalla, Mufassaga o'xshaydi. Что за шум? В чем дело? Kim edi bu qari tullak? Guadalupaning onasimi? Yo, bu xozayka bo'lsa kerak, ha? Sut ishni qo'ygan sizlarni. Uyalmaysizmi, xola? Qarisi bor uyni parisi bor deydi. Siz parichga qo'ygansiz. Tavba qiling. Dada? Siz kim bilan? Guadalupaning onasi bilan? Yo, nechxonali uyingiz, ona? O'zbeklar bekorga qaynota kelin degan novella olmas ekan. Hayotdan olar ekanda, ha? Sizlar bilasizlar nima yeyishni? Chef lavshasidan yeyapsizlarmi? Buni har xil ta'mi bor-da, ha? Ot go'shtidan indekalik sirligi ham bor-da. Ot go'shtidan yeyapsizlarmi? Kuch bo'ladi-da, ha? Bo'ldi qiling. Bu meni oilam bo'ladi. Siz noto'g'ri tushunyapsiz. Bular meni oyim, bular meni adam, buvim bo'ladilar. Dadam nima qilyapti? Bizanikiga sovchilikka kelgandilar. Bo'ldi, endi qizinglarni bermaysizlarmi? Beradi, bermay qayerga boradi? Yo, dada bermaydi. Nimaga bermaydi? Onasini sherkalla deb qo'ydim-ku. Hovli qilib o'l. Bilmadim. O'xshaydi-da. Qizim, yaxshilab eslab qol. Hech qachon eringning telefonini titkilamagan. Agar titkilasang, men sendan noroziman.
baxtli bo'linglar. To'yingiz-ku bugun nega quvonmaysiz? Sharsharadik to'lg'anadi sochlaringiz. To'yingiz-ku bugun nega quvonmaysiz? Shu sifatli vafli-tovaflilarda shirin bo'lsin hayotinglar. Ter. Bitta terib olib kelib. Ay qizim borgan joyga toshday qotsin. To'zoy bo'ldi lekin. Artistlar ketdimi? Ketdi aka. Dada, Ket, turqing qursin. men keldim. Ering telefon tutdingmi qizim? Tutdim ha. Tutib qo'yibdi-da. Bir sutga chidamadingmi? Qo'ling qichidimi? Chidolmadingmi bir sutga? Chidolmadim-da, dada, onasini emsin chidolmadim-da. Hammang bir ko'rsan, baribir tutasanlar. Chidolmadim bevafoning zahriga man. Rahmat bolam, menga maoshim berdi. Senga farzandlaringdan qaytsin. Hamma ota-onalarga shunaqa maoshlar nasib qilsin. Allohu akbar. Rahmat bolam. Hadi o'g'il. Yaxshi. Ha qo'shni. Nima qilyapsan, Alijon? Nima qilyapsanlar? Ha o'g'lim maoshim podarka qilyapti. Ko'ryaman, shuni imijimida topshirsa bo'lardi. Hammaga ko'z-ko'z qilib masxarabozlik qilish shart emas edi. Endi Ya bu ko'ra olmaslikdan emas, seni yaxshi ko'raman bilasan. Hozir o'g'lingni mana shuncha dahmaza qilishga sharoit yetar, lekin endi qurbati yetmaydigan qo'shnilar bor. Ularga jabr qilib qo'ymayapmizmi? Agar menga o'g'lim shunaqa qilsa, betiga qaramayman, suf sanga devoraman. Sani bergan tarbiyangga. Mana uni chali. Endi nevaram uxlayapti, tushuntiran unga. o'chir. Olib kir hamma narsani. Onajonimga umra ziyoratiga yo'llanma. Majnuntol. Qara bor. Ha, Turg'un aka. Purchoskani qara. Palmaga o'xshaydi. Obro' oldingizda o'zicha hammaga ko'z-ko'z qilib, ha? Majnuntol, ziyoratga borayotgan hammaga aytilmaydi. O'zing bilsang bo'ldiydi. Hammani ham o'g'lim bunday qilib topshira olmaydi. Shag'iga palma kallang ishlamadimi? Agar menga o'g'illarim shunday qilib topshirsa, o'g'lim kerak emas. O'zim bilsam bo'ldi, tomoshalar kerak emas derdim. Onajonimni xursand qilding. Onang, zo'r qilibsan. Bugun davlatim otamga 2 xonali uy sovg'a qilmoqchiman. Oching. Va kalam. Assalomu alaykum aka. Nima bo'lyapsanlarga, ha? 21-asr yoshlar nima? Hamma narsani ko'z-ko'z qilib berasanlarmi? Endi otam xursand bo'lsin. Otangning og'ziga oshpalo, qayerdan olding uyni? Tavrappi yangi O'zbekiston massivida remonti bor, kadastri tayyor. Shundoq kirib yashaydigan uy oldim. Buyurmasin, buyursin. Lekin qara, seni videoyini ko'rib, ana puli yo'q bechoralar ko'rsa, nima qilishadi? Oson ulayam. Qaysi puliga oladi bu? Boshlang'ich 25-30% pulini to'laydi. Yetmagan pulini taqsim to'lov tizimi orqali 5 yildan 10 yilgacha bo'lib to'lab yuradi, amaki. Baribir noto'g'ri qilyapsan-da, uka. Nima qilaylik, amaki? Qisib ber, otang uxlaganda oldiga sekin olib borib ber. Hammaga tomosha ko'rsatishing shart emas. Otajon, sizga belik sovg'a qilmoqchiman. Endi piyoda yurmaysiz. Enangni yerga shunday qilib oddiy qilib topshirasan, xo'p? Qanday qilib topshiray, otajon? Qani afarmileniya, qani bantik, qani odamlar ko'z-ko'z qilish uchun. Nimaga Instagramga qo'ymayapsan sen? Siz unday narsalarni xohlamaysiz deb o'ylabman. Kim xohlamaydi? Hamma ota xohlaydi. Prosta ko'ra olmasligimdan gapirdim ularga. Axir unday qilsam odamlar nima deydi, otajon? Odamlar nima deydi? Odamlar nima deydi? Odamlar bilan nima ishim bor? Odamlar menga nima berdi? Mendan battariga uchraysan, men ketsam xor bo'lasan. Bir kosa ovqatingni yeb pishirib yurolmaysan. Kim sansirayapti? Sansirayman. Ketasanmi? Ket bor. Ketaman. Yur oldimga tush. Qidiralmay o'l, otangga o'xshab. Yur tez bo'l. Bashiring qorgurlar. Sallaga tegib men nima ko'rdim? Shima, hayda turib. Nima qaytding? Men siz uchun qaytganim yo'q. Yoshlik tarog'im qolib ketibdi. O'likka o'xshab uzala tushib yotolmaysan, nariroqqa turing. Oyog'ingni torta. Qani meni tarog'im. Yig'layapti. Boshingizni ko'taring. Bunaqa yostiqda qolganmi? Mana ko'tingizga bosib yotib olgansiz. Oyog'ingizni torting, meni yo'lim to'smang. Yur oldimga tush. Beting chirigir bollar. Sana yerda katta bo'lsang, otangga o'xshagan bir kishi. Mana shu turibdir. Kechirim so'ramang. Qaytganim yo'q, dazmolda o'chiribmanmi yo'qmi shuni bir ko'ray dedim. O'chiribman. Bolani ber. Nima uchun mizig'ing oqizib yig'layverasan? Yur oldimga tush. Otangga o'xshamay o'l Mirza Terak. O'chir.
Tur mana shu yerda. Jim. Yalinmang. Men siz uchun qaytganim yo'q, tushundingizmi? Attini qara buni, qora tappi. Nimasiga tekkan ekanman shuni? Zo'rsiz. Lalakuga kelganman, tushundingizmi? Nima edi u? Bolani tagligi tinch uxlaydi, tagi quruq turadi, allergiya chaqirmaydi. Yur oldimga tush. Tezsiz yur. Uchir. Mana ikkinang chirisin sanlar. Nima ovqat qilay? Sen ketmadingmi? Mana bolalaringiz yig'lab qoldi, ichkib dadam deb. To'ymala dadangga. Hech narsa demadim-ku. Uchir. Qachon ketasan qay? Ertalab ketaman nonushta qilib. Sen hayotda ketmaysan. Senlarning fishkalari shu. Ketaman deb qo'rqitasan odamni. Sevmaysanmi qay? Men ketdim ovqat qilaman. Nima ovqat? Qaydan bilay? Qaraverasizmi? Bizni sevgimiz boshqacha bilib qo'ysinlar. Aliya, assalom qarindoshlar. Tabingizlar biz Toshkent sudida. Mardonbek qo'ylarni olib kiribdimi? Qo'yingiz jim turing, ana qilib turing. Ay, Toshkent sudiga keldik. Shunday chiroyli, ay, ko'zlar. Magic City. Magic City ekan. Kelingizlar sizlar, maylimi? Hozir rasmlarga tushamanda shunday jo'nataman. Voy, Osinjon, muncha mazza sizga. Juda chiroyli joylarda aylanib yuribsizlar, ko'z tegmasin iloyim. Aylansang menga nima, so'qimlar. Undan ko'ra uyingni jinashtirib o'tirsang bo'lmaydimi? Qayga borsa videoga tashlaydi, men ichimda kuydirib. Minglarga kirib yuring. 40 mayizni yeganlarim, dunyo turguncha turing o'zimning jigarlarim. Sizsiz bu holim yomon. Onadan tug'ishganlarim, baxtimga bo'ling omon o'zimning jigarlarim. Voy, Ovsinjon, rasmlaringiz zo'r chiqibdi. Biz borgan joyga endi borsizlar-da? Yonida svetofor bor. Qizil, yashil, sariq yonadi. Biz qachon bordik bu yoqqa? Hech qachon bormaymiz. Siz mana shunaqa sumarligingiz bilan men qishloqda svetofor ham ko'rmay o'lib ketamanman. Men shunaqa adashgan ko'r qizmanman. Betingiz qursin, bordik deb qo'yavering. Kim ko'rib boryapti? Altın başın aman bo'lsin. Tappaning dollar bo'lsin. Mana tashkillarda o'qitdi, qarang otasi. Restoranlarda o'tirg'izdi. Endi restoranlarga olib keldim. Bunday chiqin narsalar olib berdi, mana qarang. Mohitolar olib bergan. Ana, kimning o'g'li shunday, kimning o'g'li shunday. Mana 1 million shot bo'pti. Nima deysiz? Kimning o'g'li shunday, kimning o'g'li olib keladi shunaqa joylarga. Toshkentga borib osh yeganini maqtayotibdi. Undan ko'ra manancha shashlik yemaydimi? Ana nima edi? Temirda rasiga tiqib shashlikmi nima go'sht pishiradi-ku, nima? Men qaydan bilay u nima u? Men ham bilmayman-da. Videoda ko'rganman faqat. Ana qarindoshlar, biz metrodamiz. Muncha salqin bu yer. Otasi sharmanda qilmang. Biz yerning ostidamiz-ku, antena yo'q-ku. Jinnimisan? Maniki mobius sim kartasi. Yer ostida ham, tunnelda ham, metroda ham antenasi tikka turadi. Ularning yer osti stansiyasi bor-ku. Hozir biz rasmlarni jo'natamiz sizlarga. Toshkent satangda tushganmiz. Ota bo'lib, ota qadrim bilayapsiz. Ona bo'lib, ona dardim bilayapsiz. Ular kabi biz ham bugun g'animatmiz. Siz ko'rishaylik jigarlarim. Boshqa chidolmayman. Ko'rishga ko'zim yo'q. Nenavish o'yini. Gruppangizga ham, qarindoshlaringizga ham hammasiga o'chirib tashlayman. Men gruppadan chiqib ketaman men. Gapirmang. Ya. Huvaydo Pakunili chart gruppadan chiqib ketdi. Ko'rilmagan. Men aytdim senga, ko'p maqtanmaylik dedim. Bu ko'tara olmadi. Orqasi jondi. Jigarlarim mening. Amin. Voy. O'zim yig'ishtiraman dadajon. Ya, kelin olganimiz esimizda yo'q. Qo'y. Endi kelin noto'g'ri tushunmaysiz. Bizda oilada qiz bo'lmagan. Mana shu 4 ta ho'kizdek bolalarni onasi tug'ib o'lib ketgan. Shunga bolalar uy ishlarini o'zlari qilib o'rganib qolishgan, refleks. Qo'li ketib qolaveradi. Mayli, o'zingiz yuving. Faqat idishlarni yog'lama qilib yuvmang, xo'p? Xo'p. Erta tong bilan Dilnavo. Ya, kelin turdingizmi? Yaxshi, malades. Bu qaynakalaringizni noto'g'ri tushunmang. Kecha aytdim-ku, qiz bo'lmaganiga bular ertalabdan turib ishlashga o'rganib qolishgan. Bizga dejavu bo'lib qolgan bu. Sizga bir non yopdim, kulcha non. Shuni bir tishlab niyat qilib yesangiz, tug'iladigan o'g'lingiz o'g'il bo'lib tug'iladi. Mayli, bering, o'zim supuraman. Bering, xotiningni o'zi supuradi. Qo'y.
Sen bor, qaymoq olib kel. O'g'lim, o'tini yaxshi yoqmabsiz. Non qizarmadi. Tappi yo'q. Tappi qiling deyman-ku, o'g'lim. Onangiz yo'qligini bildiryapsiz, o'g'lim. Yo, yaxshilab ana qolib ketyapti. Ha, dada, nima qilyapsizlar? O'zim qilaman-ku. Kelin. Endi noto'g'ri tushunmaysiz. Siz kelmasingizdan oldin o'zimiz qilardik-da shunaqa ishlarni. Endi bizga deflyatsiya bo'lib qolganda bu ishlar. Ha, mayli. Keling, o'zingiz qiling. Davay, yo'q. Sen chayasan, hayol surma. Uf, dadajon, ha endi shuni qilmanglar. O'zim yuvaman-ku. Kelin, noto'g'ri tushunmang. Endi bizda qiz bo'lmagan-ku. O'zimiz kirlarni yuvorib, bizga zapadlo bo'lib qolganda. Ha, bering, o'zim yuvaman. Mayli, keling, yuving. Faqat bavida yuving, xo'p? Bu rahmatli onasi o'lishidan oldin aytganda. Faqat bavida kirlarni yuvinglar deganda. Sababi oq kiyimlarni oqartirar ekan, dog'larni ketkizar ekan, allergiya chaqirmas ekan. Yig'lama. Onangni eslatdim-a? Igna kirib ketmasin, ehtiyot. Dadajon, nima qilyapsizlar? Kelin, ko'rpa qo'yamiz. Yo'q. Qaynukangiz yaqinda to'y-ku, shunga paxtasini almashtiraylik, besplashadniy bo'lib ketibdi. Ha, bering, o'zim qilaman. Keling. O'zingiz qiling. Ehtiyot bo'ling, kelin. Hozir kelinlarni shunday qilib ishlatmasang, o'zidan bilib qilmaydi. Boshini jo'rtaga boshlab berasan, keyin o'zi xijolat bo'lgandan davom ettirib ketadi. Nima ish qildiramiz? Kompot yopib turaylik. Banka yopib turamiz. Menga qara. Sen jo'rtaga bankalarni yopib turasan, sen krishkasini yopib turasan, men pomidor to'g'rayman, xo'p. Men nima qilay? Sen buni ustida ko'rinmasdan turchi nima deydi? Bori qo'rsan, boya onangni deb nimaga yig'lading? Onang o'lganiga ancha bo'lgansan, indinsan, onangni ko'rmagansan. U onasini ko'rmagan, yig'lab yotibdi. Yaxshimisizlar, Bolaga qarab turing, qizlar bilan o'ynab kelaylik. Ketdik. Nima yeysan, qizim? Nima injiqlik qilyapti bu? Kashasi pishmadimi deyman-da. Ayo, bir tish chiqyapti. Menikida ham shunaqa bo'lgan. Ha, yo'q, qornidan bo'lsa ham mana shunaqa bo'ladi. Yo'q, qornidan bo'lsa, bu glitchimni keltirib olsa bo'ladi. Kirsovun bilan ham kelmadi lekin. Yo'q, kirsovuni, ana qo'ymang. Yo'q, bitta anaqasi bor, pufakcha, o'shaning kulgisi damini chiqarib yuboradi. Yig'lama qizim. Mulk ko'rsatma bolaga. Nimaga? Hozir hamma autizm mana shundan kelib chiqyapti ekan. Yo'q, autizm bundan bo'lmaydi. Privkadan bo'ladi u. Bo'lmagan gap. Privkan vaqtida olish kerak. Bo'lmasa bola ko'p kasal bo'lib qoladi. Onasini yemsin, hech qanaqa kasal bo'lmaydi. Tabiiyda bu sut bari. Lekin onasi hamma narsaga davo deydi-ku. Hech kim qo'shimcha bermayaptimi? Yo'q, biz qo'shimcha onasini emdiryapman. Onasini yemayapti. Ha, zo'r. To'si bo'ldingmi? Buni sunnat qildirmadingmi hali? Yo'q, kichkina hali. Hozir qildirish kerak. Katta bo'lgandan keyin travma bo'lar ekan. Bo'linglar, mana bu. Hozir men to'stirib chiqay. Salfetka bormi ichkarida? Bilasiz, detskiyda qiradi ko'tini. Voy, bo'yingizdagi nima brilliant? Voy, конечно, maniki ham brilliant. Voy, taratli maniki. To'xtang, mana bu toshlilar ko'p-u. Hozir moda emas toshlilar. Hozir yangi olganman. Bolangga nima toshgan? Issiqlikmi deyman-da shu. Ha, yo'q, bu issiqlik emas. Berayotgan kashangiz bitta tekshir mana shunga tushmagan aniq. Yo'q, yoki onasi netonasi yeb qo'ygan. Ya, bu allergiya. Kiyimlarni nima deb yuyapsizlar? Oddiy kirsovunda yuyamiz. Kirsovunda? Jinnimisan sen? Bavida yuyinglar, umuman allergiya chaqirmaydi. Mana kiyimlardagi hamma dog'larni ketkizadi. Biz poli bavida yuvamiz. Yo'q-a? Tug'ilgan kun qanday o'tdi? Gapirmang oyijon, nimasini aytasiz? Tug'ilgan kunga bola bilan borish umuman bo'lmas ekan. O'tirganda ham qilmadi. Rosa charchab ketdim. Sen qanday o'tirding? Yaxshi o'tirdingmi? Men maza qildim. Rosa o'ynadim, kayf qildim. Xullas zo'r mazadam oldim, lekin zo'r bo'ldi.